Assalomu alaykum aziz do'stlarim, obunachilarimiz. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Sizga bir narsa aytmoqchi, siz bilan birga ilinay dedim shu gaplarimni. Bir bola yozibdi menga. Bir bola emas, endi ko'pchilik yozishyapti. Ya'ni aziz ustoz blog ham yurityapsizmi? Asosiy o'zi meni ta'lim sohasida yo'nalishim, ta'lim sohasida bloglarim yuraychida. Endi hozir boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham harakatlanyapmiz. Insonda maqsad bo'ladi. Bu maqsad sari harakatlanish borda. Maqsad sari harakatlanayotgan insonda, ya'ni o'zini kelajagini qurish imkoniyatlari bor. Tilim ham talkashib ketib qoladi. Insonda maqsad qo'yilgandan keyin yashash uchun to'g'ri yashash, yaxshi yashash va insonlarga manfaati tegib yashash imkoniyati borda. Mana shu imkoniyatlardan foydalangan holatda yashash kerak. Prosta taki yashab o'tib ketish kerak deb o'ylamayman. Chunki insonlarga manfaati tegib yashasa qanchalik, shunchalik imkoniyat darajalari oshadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, uyga o'tib olib turib, endi buni ham qilibdi-da degan gaplardan ko'ra ko'tingizni ko'tarib, uzroq, harakatni ko'tarib, harakatingizni boshlab, ishni qiling, undan ko'ra yaxshiroq bo'ladi sizga ham. Salomat bo'linglar. Yaqinda seriallarni olib chiqamiz, yangi yo'nalishlarni olib chiqamiz, ta'lim sohasida yangiliklarni olib chiqamiz. Xudo xolasa like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarga imkon darajasiga yordam qilamiz.